Odamlar u odamlar, eshitmadim demanglar. Surxondaryoning Qiziliq degan tomonida katta ko'pkari sayliga 7-noyabr kuni barcha chopag'on akalarimizni taklif qilamiz. Ko'pkari saylini Haqberdi bobo o'g'li Islom do'stimiz Diydor to'yxonaning egasi o'g'lini sunnat to'yi munosabati bilan el xalqqa katta ko'pkari bermoqda. Ko'pkarimizga bitta nortuya, 3 ta ot, 5 ta ho'kiz, 10 ta qo'chqor, 20 ta sarka, bitta tilla uzuk, bitta tilla sirg'a, 30 ta holigram, eng kattasidan 20 ta to'n, 50 million pul va bir qancha dollarlari ham bor. Undan tashqari keldi mehmon keldilari ham bor. Aziz Sobog'on akalarimizga manzilni tushuntiradigan bo'lsak, bilganlar biladi, katta qumda bo'ladi. Bilmaganlar uchun aytib o'tamiz. Mana ko'rib turgan 50-maktabni burilishdan to'g'ri kirasiz. 5-bo'limdan keyin Yetimqum, keyin Darak 2 kilometrdan keyin katta qumda barchani 7-noyabr kuni Ko'pkari sayliga taklif qilamiz. Azizlar, Ko'pkarni sevadiganlarga bu